Assalomu alaykum. Sizlar bilan Oltin Yura kanalida davom etamiz. Mana bunimiz Vanpus ko'rxonamizga kelib ko'ramiz birinchi bo'lib. Tekshiramiz, ikkisi burishmi yoki burishmasmi? Qatar dükkanimizda o'tgan safar Qatar durang bo'layotgan joyda 7 minut qo'shib 15 minut o'ynatmaganda sudya hakam o'shanda balki durang bo'lsa o'sha bir ochko ham halinaydi menimcha. Nimalarga ko'ramiz? Ishqilib yutaylik birlashgan davomlilarini ko'rdida Shimoliy Koreyani zo'rg'a yutdi deyarli. Qirg'iziston lekin kutilmaganda 3-1 yutdi kecha. Qirg'iziston Qatarni 3-1 o'zini uyida yutdi. Qatar qizil olgan lekin to'g'ri, lekin baribir o'yin uslubi Qirg'izistonda o'yin jihatdan umuman gap yo'q. Qatarga o'yin bermadi. Chiqishimiz kerak edi, bo'ldi, vaqt keldi chiqishimiz. Shunday oltin avlod bilan chiqolmasak endi. Hozir eng kuchli tarkibga egamiz shekilli tarixdagi. O'zbekiston tarixidagi. Hujumda ham, himoyada ham, yarim himoyada ham dunyo darajasidagi o'yinchilarimiz bor. Respin berdik 2 marta, lekin o'rtaga tushmayapti respinimiz. Mana shu o'rtaga chiqsa keyin shokolad olib ketadi hamma yo'q. Keyin shokolad olib ketadi. Bo'ldi 2 martadan keyin qaytib bermasa kerak. Bermayapti qaytib. Chiqib boshqa o'yin bo'lishimiz kerak. Yaroqlarda kirsa balki o'qishga harakat qilishimiz kerakdir. Pul tushgan bo'lsa, ayo, pul olibdi navrut. Tushdi ham kelamiz o'zidan o'zi uron bitta. Kimga shunaqa pul tushib qo'ygan? O'zidan o'zi. 1000 so'm, 2000 so'm, 10 ming, 100 ming nech pul bo'lsa ham pul tushib qo'ygan o'zidan o'zi. Kimdir $1 million tashlab yuborsa-da shuni kartellarga. Kim qaytarib berardi? Kim qaytarib bermas shunaqa bo'lsa? Pul qaytarib bermasa, mafiyalarda pul bo'lsa, to'g'ri qildim. Bizda mafiyalar yo'q. Mana shu qilib bo'lsa, unda zakaz qilgan bo'lsa bitta vakillarga, mana shu pul tashilgan bo'lsa, sizlarga tashlab yuborgan bo'lsa. Bitta kino bor, ko'rganmisizlar? Qaysi kino edi? Lochin ko'z degan kino bor, bilasiz. Kino nomi Lochin ko'z emas, bizlar tarjima qilib qo'yishgan. Sun'iy intellekt haqida desa ham bo'ladi kinoda. Bitta ko'z boshqaradigan bo'ladi butun dunyoda. Kinoda boshlanishlar shunaqa boshlanadi. Uyga kirsa, qadamdir keladi, uyga kirsa bir chamadon dollar turgan bo'ladi-da. Tezda uni olib chiqib deydi. Bas o'chib ketmaydi, bir narsa bo'ladi. Ular dahshat kinoni ko'rish kerak. Ko'radigan kinomi, dahshat kino. Sun'iy intellekt shunaqa bo'lib ketishi mumkin degan nazariyada olingan desa ham bo'ladi kinoda. Chunki bitta shu ong boshqaradigan bo'ladi shunaqa kompyuter. Butun dunyoda hamma yo'g'ini anaqalarini bas tok bilan ulangan narsalar hamma yo'q deylik. Hamma yo'qda boshqaradigan bo'ladi. Telefonda ham, ko'chadagi simlarda ham, televizorda ham hamma narsani shu orqali boshqariladigan bo'ladi. Keyin oxiri to'xtatishadi, kinoda yaxshilik bilan tugaydi oxiri. Lekin zo'r o'ynab bergan aktyorlar rolni juda ham zo'r o'ynagan.
2 million pulimiz bo'lsa, 100 ming so'mdan bossak, balandlik pasga bosaylik keladi. 290 ming kelyapti to'g'risi. Kirsal joy yutib beraolmadi. Bitta jackpot yutdik, lekin yaxshi, lekin joy bera olmayapti joy bitta. Bitta jackpot bilan davom etish menimcha sal g'alatiroq bo'lsa kerak. Eng payiga tushiribdi, eng tagiga. Balandlik pasda bilan. 102.557 so'mdan aniqqa bosamiz dedik. 16 ga 46 ekan, 29 ga 70 65 4 ga 4 50-60 bilan 4 ga 4 ikkinchi marta chiqmadi. Bitta raqam 2 marta chiqdi. Endi faqat 4 raqam 2 marta chiqdi. 31 31 95 ga 6 94 ga 7 Bilak menimcha bosish kerak edi, mayli. 54 54 22 65 ga 65 chiqmadi. Suramiz mayli bo'lmasam ko'rishguncha xayr, omon bo'linglar.